Robbing kim? Robbimiz Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'onu Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Xalilulloh millati. Mazhabing qaysi? Imomi Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahoriyorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunnat